Birinchi tavsiya: o'g'il farzandingizni negativ so'zlar bilan haqorat qilmang. Misol: dovdir, lapashang va hokazo. Bunday so'zlar faqirlikni keltirib chiqaradi. Chunki bola o'z ongida o'zini ayblaydi, bahosi ishonchi past bo'ladi, jamiyatda o'z o'rnini topib, ishlab, pul topib ketishiga bu holatlar ta'sir qilishi mumkin. Ikkinchi tavsiya: o'g'il farzandingizga har xil kasalliklaringiz va muammolar haqida surunkali ravishda aytavermang. Ya'ni onamni qiynagan hayot bunchalar achchiq va onamni qiynagan insonlar naqadar yomon degan hissiyot qolib ketishi mumkin. Eng yaxshisi va eng go'zali bu hayot sinov va imtihon hayoti ekanligini anglatish. Uchinchi tavsiya: o'g'lingizga hech qachon otasidan shikoyat qilmang, otasini yomonlamang. Chunki bolaning ildizi otadir. Daraxt ildizidan qurisa, ko'karishi juda ham qiyin bo'ladi. To'rtinchi tavsiya: o'g'lingizga xizmatkor bo'lmang. Bu degani bola necha yoshda bo'lishidan qat'iy nazar o'zi qila oladigan, o'zini qo'lidan keladigan ishlarni qilib bermang. 3-4 yosh bo'lsa, misol uchun o'yinchoqlarini o'zi to'plash, 8 yosh bo'lsa o'quv yoki sport sumkalarini o'zi tayyorlash, oyoq kiyimlarini o'zi artish va shunga o'xshash. Aziz kuzatuvchim, siz yuqoridagi tavsiyalarni qaysi biriga amal qilar ekansiz? Yozib qoldirishingiz mumkin.